Отпускda bo'lib turib xodimni ishlaganini qayerda ko'rgansiz? O'sha xodim men bo'lsam kerak. Chunki kunim baribir ertalabdan ish bilan boshlanadi. Отпускdaman, licheniyomman. O'shanda ham hamma proyektimni onlaynda qoldirganman. Hech qaysi biridan ketganim yo'q. To'g'ri, hech qaysi proyektimga har kunni borib o'ldirib ishlab qo'yayotgan joyim yo'q edi, chunki baribir outsource xodimman. O'shaning uchun ham men uchun unaqa farqi bilingani yo'q, damdamami yoki yo'qmi. Bugun seni mantiq bering deb so'rovdilar. Mantiq qilib deganda xamirlar yoyib mantiq qilibdi deb o'ylamang. Men xamir yoyish to'g'risini aytsam bilmayman. И polofabrikat ishlataman. Odamni yoshi qancha katta bo'lgani sari, ya'ni qancha ulg'ayishni boshlaganimiz sari chiroyli joyda yashagisi kelar ekan. Dekorlarga unaqa pul ketkazishni yaxshi ko'rmayman, to'g'ri, lekin kelgandan keyin ko'zim quvnab, o'zimga ham juda ham yoqadi. Bugungi kunim shunaqa o'tdi. Himchistkaga ham borib kelishga ulgurdim. Boshqa ishlarimga ham ulgurdim. Challenge ikkinchi kuni. Hammaga xayr.